$12.700 ga 2023-yil 27 ming yurgan 3-pozitsiya avtomat korobka qora Gentra mashinasi e'lonimizga olib kelib qo'yganmiz. Mashinamiz olib haydashchilar uchun tayyor. Kapotlari toza. Mashinamizga gerb laboviy, tonirovka ruxsatnomalar qo'yilgan. Lyuk bor, ABS bor, diski bor, hamma narsasi bor. Mashina olib haydab bersangiz bo'ldi, okay? Xudo xolasa ranglari qora svetda. Bunaqa narxga hali bunaqa Gentra ko'rmagan bo'lsangiz kerak. Bizning kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimizga o'tsangiz, okay? Bir kunning ichida nechta mashina qo'yamiz? Qarang, o'z Telegram kanalim ikkitada. Mabodo siz uchun mana ko'rib beraman. Boshqa bittasi o'tamiz, 56 ta mashina joylangan. Okay? Bir kunda 56 ta mashina. O'ylayapsizmi? Endi siz ham Telegram kanalimizga kirib, o'zingizga yoqqan mashinalarni tanlab barakasini qilsangiz bo'ladi, okay? Salon qismlarini bitta ko'ring, rullarini, motoyligini ko'rasizmi? Sidenalari, okay, mashinamizdan salon hidi hali ketmagan, holati ideal bitta Gentrani barakasini ko'rsangiz bo'ladi. To'g'ri, kraskasi bor. Eshikda petno, kriloda petno, parogida petno, kichkina petnolari bor. Lekin hech qanaqa udar yo'q. Gentrani $12.700 ga xarid qilamiz. Bunaqa ko'p detallar emas, sanagan detallarini o'zida bor. Qolgan joylari absolyutno top-toza. Kelib, xotirjam ustingiz bilan ko'rsatib oling. Haydab yursangizga zo'rda, okay? Sveji Gentrani kraska kichkina petno borligi uchun narxi arzonga ko'ndirib qo'ydim. Hozir telefon qilib, mashinamizni barakasini ko'rsangiz bo'ladi. Rahmat kattakon, joningiz sog' bo'lsin.